Teklemakkandan yangrıgan ünçü sadası. Ümitlik qalblarning o'chmas navosi. Mehirlik dillarning o'rtaq arzusi. Yangi Zelandiyadan anlatılayotgan Uncha programmasi. Bu qizga "Menmi sening yo'ldishingdan eg'ir yoq, hozir menmi homildor" deb mundaq bir sinoqqa qo'ydim-da bu qizni. Shu oxirida men buni naytiliq bir nindaymiz, hozirgi zamonga loyiq bir hal qildim. Shu vaqtda bir ko'chman, Ozarbayjonlik bir ko'chmanni, Eronlik Ozarbayjon ko'chman bir balani, Qarnopus Germaniyada yushirinib yurgan bir ko'chman balaga pul berish orqali u amdilqi ex-husbandninki ex-girlfriendsni mashina so'qib doktorxonaga kirgizib qo'ydim-da. Shundan rayimsiz bola saqqaldi, lekin qiz o'lib ketdi. Anandaki men bu balani beqib olmayman, chunki bu o'ylayman bu baribir nimalar desam bu bola degan gunohsiz yo'ldishimning bolasi debchi. Siz qizni bir xil o'zingizga o'qitib yozdim dedingiz-ku. Demak, shu ishlarni ham siz bir xil o'zingizga o'qitib yozganingizmi? Bu hikoyamchi rostga qilsam sal g'ulg'ul qo'zg'idi. Bular jiqladida bu adam masa rayimsiz ulamdi debchi. Bu degan homildor ayol tursa deb Uyg'urlarlik mehribon kelimiz-ku. Voy bu homildor ayol tursa, buni mashinada so'qtirib o'ltirvatmisingiz nima bo'pti deb behchiq odamning qalbisidan o'tmidi bu ish. Endi Uyg'ur bo'lmasimi u bakrayimsiz bilmadi har qanday odamga. To'g'ri, lekin mesela o'ylasangiz, bu amma reallikqa eng uyg'un. Biz odamlar o'zimizning yomon tarafimizni yo'shirish qistadi, Biz ko'rsatmaymiz, biz nihoyat mehribon. Masalan, mushi hikoyamga ashundoq turib baho berayotganlar amaliyot o'zining ash tarafini yushirdi, Voy bo'pti emasmi? Voy uning bolasi o'g'andikin deb. Lekin men qo'yib bersangiz nemishqa? Demak men xafa bo'ldim bu ishdan. Nihoyat xafa bo'ldim. Men bir narsa deb o'ylayman, shaxsiyatchilik hammamizda bor, ammo odam numussiz bo'lsa olmaydi. Shunga men bu hikoyamda qizning ishini ashladim. Agar masalan ma'lum bir tasoddifilik bilan turmush tasoddifilik to'lib tashqan bir ashtaq bo'lib homildor bo'lib qilib bo'lgan bo'lsa, bo'pti. Bu shaxsiyatchilik men kechirayman. Ammo bu yo'ldishi tugab ketib, yangi tug'utda mushundaq bir xil qayg'uda turgan ayolga kelib, chunki odamninki men o'lib ketganlarga bo'lgan bir go'zal aslimimiz, qarashimiz bo'ldi-da, uni har qancha yomon odam bo'lsin, yaxshi taraflarini o'ylab turganda kelib, buning butun qalbidagi obrazni o'ltadi-da, gaplam. U oyat oldida sana nima qilgan, yuzsizlik qilgan deb. Mana men isbot bilan turibdim. Shunga men buni bir numussizlik deb o'yladim-da. U shaxsiyatchilikni kechirib ketaman, lekin numussizlikni kechirolmayman deb, keyin hikoyamning taraqqiyoti ashla bo'lgandi. Bundan biz hayotdan keyin noyatlayimsiz taraflarini jiqyirastgansiz. Men chiqib keyin bir tashlandiq tushda ishkiroliklarga setib etilgan bir Uyg'ur qiz to'g'riliq yozdim. Uning numarasiga qilsam, hayotni bak pardozligim kelib ketmadi. Voy u degan keyin qutulib chiqib bunda baxtli turmushga aslida bu qizning hayotining bir tragediya, shunda hayotni ortiqcha pardozligim kelmaydi. Chunki hayotning qiziqtirdigini bizning go'zal taraflari emas deb o'ylayman. Balki masal tragediyalik shaxs bo'lishi mumkin. Hayotning bizni qiziqtirayotgani shu, chunki ati nima qiyinchiliklar, nima deymiz, raqobatlarga yuz keltirganimizni uqmaymiz. Lekin biz har zamon shunga tayyor. Anki uni yengib ketamiz deb o'ylaymiz. Mening salomatligim ancha yaxshi emas, men bir necha xil kasallar bor. O'tgan kuni bir ziyoratda bo'ldim, bu to'g'riliq menda multiple sclerosis deydigan emas bor, anadan keyin brain aneurysm degandek bir necha xil kasalim bor. Lekin men asla yashayman. Chunki men bugunni nihoyat yaxshi kun deb o'ylayman. Ati balkim men ikki qatam palash bo'lib boqqancha. Shunga balkim yana palash qilib qopishim mumkin. Yoki u brain aneurysm degan davomli qilib ketish ehtimoli bo'lgan. Balki mashina bo'lishi mumkin, lekin men uningdan zararlanib, bargiz atidan qo'rqib bir xil emas. Bir xil atiga taqozoliklar yashayman. Shunga balkim G'uj Muhammadning yoki Farad Tursunning asarlarini yaxshi ko'rishimmi, balkim shuningdan deb o'ylayman. Shu G'ujkan asarlarida siz degandek ruh nihoyat kuchli. Shu bugun nihoyat esil bir kun, hamda bugunni qadrlaylik, bugunni unutmaylik. Biz men shaxsan men shunday qarayman. Mana har bir kunni menlik o'tkazsak yaxshi.
men onda bir gorjuz degan narsa yetmaydi menimcha. Cho'qim bir ma'nilik bir kunni ma'nilik o'tkazsam xo'sh bo'laman. Endi bir ömrünün qanchalik bo'lganligini hech qaysimiz bilmaymiz-da. Ham bir deymiz men bir narsa yozaman. Qanchalik vaqt, qanchalik bir yozganligimni bilmayman, ammo qachongacha yozganligimni. Lekin shu amaba o'zim ma'nilik deb qaragan ishlarni qilib, o'zim ahamiyatli deb qaragan bir narsalarni yozib, uni qilishni yaxshi ko'raman men. O'sha bu gapingizdan bak so'yindim. Hem Xo'ja Mamatning she'rlarida shu siz degandek nihoyat yaxshi ifodalangan. Paratkamninki asarlarida endi meningcha u narsa bor bo'lishi mumkin, lekin boshqa hissiyotlar, boshqa taraflarmi nihoyat kuchli. Buni ma'noliq Parat Tursunning gapini qaytib deb qilishimning sababi bu Parat Tursunning asarlarida parvoyim palak degandekchi. Xuddi men abaqi hikoya yozsam shunday qadamlar xafa bo'lib ketdi, bo'pmi ayollarchi, bak rayimsizkansiz deb. Amustaq chiroyli bir qiz turib, amdi debchi oshundami o'ylamsiz, turmushda bo'zashna qilamdingiz deb. Qilishim mumkin dedim. Agar qo'limdan kelsa, qilishim mumkin dedi. Tamam. Shu, buni parvoyim palak degandekchi. Sen yalnız bir avaylab yurish kerak. Shu yo'lda shunday ehtiyot qildim. Shu Parat Tursunda shunday qilib, parvoyim palak sen nimsan davagin degandekchi. Ammo men yozayotganim haqiqat, sen mukvasanmi? Tövbe quşdak beşini tıqib alsanmı, bu iş bo'layverdi degandek bir ruh bor deb o'ylayman. O'sha Paratkam bu gapingizdan xo'sh bo'ladi demakchi. Asal deb tushundim, bo'p men abay sizga degan asrib ashnaq bilindi. Endi hozir siz aytgan bu she'rga kelsak, bu she'r to'g'ri azroq so'zlab beramsiz yo boshda men deklamasiya qilaymi? Shu boshda deklamasiya qilaylik, nima, anglag'uvchilar oldida shu she'rni bilsin. Shunday qilma Uyg'urchadan o'qiydigan bo'ldim-ku. Kuyayotgan bug'doy Parat Tursun. Men ashu quyruqliq yulduz ammanglar qag'igan. Qarang'u koinotda nishonsiz, qarorsiz sargardon. Söygim meni qisaskorning qo'lidan berib qo'ygan, eng oxirgi qisas firstidek. Men ashu kishiman daraxtdagi soyam uyib elingan. Va shu kundan boshlab o'ldi deb qaralgan. Söygim meni qizib ketgan mengisida talva qotilning paydo bo'lgan qalaymaqan ham xiyolidek. Men ashu bug'doyman jannatni o't bilan dog'lab ko'ydirgan. Tomuzdagi quyosh nurimi muzitib titratgan. Söygim meni xarlanish kesligiga giribdor bo'lgandek, g'ayri ahli kishilarning qo'rshavida ahliga maftun bo'lgandek. Men ashu bo'riman, so'g'uq yaltar ustixonlarim dahan ayol qo'lida. Tarqilaman afsundek tuproq, havo, yolqin va suvga. Söygin meni kun bilan ay bir siziqda to'g'ri kelib, amal burchida uchrassimu 6-darajada yuz bermagan mo'jizlardek. 2004-yil 25-avgust Urumchi. Rahmat. Siz endi she'r o'qig'ili bir yilmi bo'lmadi deganingizga meni ishongim kelmayapti ancha. Ilqi hissiyotliq o'zingiz yaxshi ko'ribchi, sizda bir xil o'rtaqlikni his qildira olgan narsalar kelganda boshqacha bo'ladi ekan. Men buni she'r o'qiganda ham his qildim. Men buni o'zim bir narsani o'qiy olaman deb o'ylamaydim. Lekin u sizning nima o'qishingizga bog'liq ekan. To'g'ri deysiz. Lekin siz haqiqatan bir xil mungni chiqarib, hissiyotni chiqarib o'qiyotgansiz, deklamatsiya qilgansiz. She'r o'qig'ida bir joy bo'lmaganligi o'zi bir mo'jiza. O nima ay bilan kun bilan ay bir siziqda to'g'ri kelib mal burchda uchrashsimi 6-darajada yuz bermagan bir mo'jiza. Bu ilqi bir xil sirliq, ilohiylik nimasi bor Parat Tursunning asarlarida. Chunki biz ilqi hamda ma'u nimamizdan ilqi pal mundaq qilishlarni, masalan, yulduzlar qarab ilqi nim qilishlarni yaxshi emas deb bilamiz. Ammo kimninkida bu xil ilohiy tuyg'ular bak kuchli Parat Tursunning asarlari. Endi yaxshi emas deb qaragan bilan Uyg'ur diyorida palchilarni ko'ngli bo'ldi-ku ko'rishlarda. Bahchiq.
qilmaydi, yomon bo'ladi ekan deb turimiz, ammo shundoq ishimiz qarang'ilib, palchiq ishama, palsizmi yurma deb maqol tamsillarimiz bor. Shundoq ishimiz. Biz amaliyotda sirliq narsalar bo'lgan talpinish hamda bo'ladi-ku. Aslında yuşuruş şu dedim ki adamlar bak yuşurudu özlükini. Hem de bir narsa yaman buludu deyiş için şu narsani qilish istiki bo'lish kerak. Bo'lmasa yaman buldu deyishni hojati yo'q-da. Masalan yaman buldu deb bilqi, masalan araq ichish yaman buludu deydi, lekin araq ichayotgandan aytib nurg'unku o'g'irlikcha yaqashlar adam. Shunga o'xshash hamdilik qo'y bunda qis bo'lmaydi, bunda qilqi taqdirdan zorlanib bunda qis o'y bu yaman buldu deymiz, lekin bu bir isyankarlik bizning adablarimizda nayt cho'nqur yildiz tatib ketgan. Doğru deysiz. Biz özümüzü qaçırıp turmiz, lekin aş hissiyatni yaxshi ko'ramiz. Şu paratkamning she'rlarida ilohiylik yoki buna ilohiy narsa bakcha qushiradi. U hamda paratkam o'zi bilan ko'rishib boqamisiz? Yo'q, afsus. U har xil dinlarningki kelib chiqishi, taraqqiyoti, tarixi, muqaddas kitoblari, undaq narsalarni bakcha o'qigan, tadqiq qilgan. İslam dinini, Budda dinini, başqa dinlarni bak biladi. Endi masalan Uyg'urlarningki islomdan burunqi shaman dinidamdoq, manni dinidamdoq, u dinlarni bak qiziqadi. Bu Uyg'ur tarixining bir qismi endi. Şu an ularning hammasini o'zining asarlariga singdirib etgan. Masalan Budda dinini bak biladi. Jiq narsa biladi paratgan Budda dini to'g'riliq. Hayran qoldim bir kuni uni bilan yana bir ikki do'stimiz bilan paranglashib, esimda bor biz uchaydan bir chimliqda o'tirib paranglashib, unda shu tuyg'usiz bir Budda dini bir gapi chiqib, shu paratgan 20 soatdak so'zlab ketdi. O bir Buddaningki qadimki davrdagi ba'zi bu qilgan ishlari degan so'zlari chiqib bak biladi o ishlarni-chi, bak biladi. Ham bak qiziqadi. Bu nayt unda hissiyat cho'nqur. Mundaq dinni ishlar desam hukm sal tor bo'ladi, ammo mundaq ruhiy ishlar. Ruhiy ishlar bo'lgan hissiyatda qiziqishi kuchli. Parat u bir gerçi mesela jiq asarlarda moddiy dunyoni nayt ko'p yozgan bo'lsa-mu yoki ko'z oldimizdagi har xil bir real masalalarni jiq yozgan bo'lsa-mu, ammo ruhiy dunyoga, ruhiy turmushga, odamningki ruhiy manzirasiga bak qiziqadi paratkan. Şu an ilohiy narsalarni shuncha ko'p yozganligi balkim unga munosabatli bo'lishi mumkin. Uqmayman, ammo siz degandek endi bu she'rda bagrak gavdlik hamda u ilohiy narsalar, ammo boshqa she'rlarda, boshqa asarlarda jiqpa bu narsa. Shuni she'rda ashuni bak cho'nqur his qildim. Men o'zim mash ilohshunoslikqa bak qiziqaman-ku. Har xil dinlarga. Meningcha bilib beqish kerak. Albatta. Siz bilib anki o'xshamaslikni sezgandan keyin bu sizning tanlashingiz. Bizda hozir bir xillikki mana shu jamiyat nimasininki ta'siridan o'zimiz ba'zan ishlarni bilib bilmay qilayotganlar bir nimamiz bor. Ammo men hargiz buni yomon deb o'ylayman. Bular men o'zim katolik maktabda ishlayman-ku. Shuna bo'lgankin endi biz burun bilmagachga buni bir xil bu bir yomon o'xshaydi. Endi buni ichiga kirib siz bilgandan keyin qarasangiz hech kim aski odam emasga. Hech qanday birdan sizga birsini o'ltirib, uni hech qanday targ'ib qilmaydi. Lekin uni u kishilarning tanlashidan, ham uni masalan keyin masalan dinni, to'qinishlarni yoki mushlarni sabab qilib turib, agar xalqlarga ziyon zahmat yetkazayotgan bo'lsa, bu uning tanlashi. Bu mush odamning xohishi. Ammo hech qanday dinda uni bir odamni sen cho'qim bir qilib o'zining ideyasini menga tengishing kerak deb bu xil so'zlamak. Shu men keyin nima qildim? Cho'qim bilib beqish kerak. Hargiz o'zini qochirib, meningkilam yaxshi, o'zlaring amallarni askamas. Uni bilib beqish kerak. Shunda bo'lganda hozirgi madaniyatimiz, hozirgi holatimiz texnik mukammallashadi. Endi albatta urf-odatni saqlab qolishimiz kerak, madaniyatimizni saqlab qolish kerak, lekin bu o'zgarmasa yo'qolib ketamiz. Biz bir yangicha bir Uyg'ur bo'lmasak, u yo'qolib ketamiz aniqlab. Jiq madaniyatlarning yo'qolib ketishi shu davrga moslashanmagandan
Bunun bizning faqat amalimiz yo'q. Bu davr bizni ittirib aşağı akiladi. Şu qo'shilamiz. O men qira qilgan narsa emasda. To'g'ri, endi sizlarga yana nimalar deganlar bu guruhning sirtida endi men bir nim bo'lishim bilan men bolalarimga mana tarbiya berman. Qo'rqib emas, bilib yashash kerak. Chunki qo'rqinish degan tushunmaslikdan keladi, bilmaslikdan keladi. Uni bilgan vaqtda uningdan qo'rqishingiz qilmaysiz. Shu qo'rqmagan yaxshi narsa, albatta. Sho'mish adablarimiz annoyat suyunaman desam bo'ldi, ular bizga bir xil isyonkorlikni, yangilik yaratish ro'yini, anikin hammani bilib beqishni. Bo'libmi o'zininki kamchilik yoki qorong'u taraflarga qo'rqmay yuzlanishni yutadi. Unda Spratkamninki o'lib-o'lish san'atidan boshqa asarlarini ko'rganmisiz? Boshqa asarlarini kichik undaq she'rlarni ko'rib ekanman. Undaq cho'ng qayt kitobini boshqa kitobini ko'rmadim. Ko'rib baqsangiz bo'ldi menimcha sizning, chunki sizning davatgan xili ko'p gaplaringiz Amniyat Spratkamninki fikriga o'xshaydi. Shu ko'rib baqsangiz menimcha bo'ldi. Bu Massachusetts degan bir nimasi bor, bir povest to'plami bor. Unda 4-5 parcha povest bor, ko'rib baqsangiz bo'ldi. Onun qolsa hikoyalar baknochi. Amaliyotda mening nazarimda hikoyalar o'lib-o'lish san'atiga qaraganda ba'zi hikoyalar hamda badiiylik jihatdan taqama yaxshi. Shu mikro hikoyalar bor, uzunroq hikoyalar bor, povestlar bor. Unda qora yumor degan narsa bakishlik. O Spratkamninki mintaqa tilga olmagan bir tarafi, bugun tilga olmagan. Uniki yumori, balkim eng menda eng cho'nqur ta'sir qoldirgan taraflarning birisi. U alayda bir yumor sezgisi, yumor kuchi alayda kuchli bir kishi. Onun bilan bir qitim ko'rsangiz, cho'qim mangu esingizda qoldigan bir qancha bir xil yumoristik gaplar qildi, bir xil chaqchaqlar qildi, siz o'ylab baxmagan bir qiziqarli gaplar qildi. Ishqib gaplari baq qiziqarli ham imkonsiz baktiz. Hammadan xuddi she'rlarga o'xshash, xuddi G'ochkamning she'rlariga o'xshash, Spratkamning hammadan ko'nib ketgan chaqchaq qilmaydi. U hech kim o'ylab baxmagan chaqchaqlar qildi. Shunga uni o'ylasam, garchi Spratkamninki hozirgi ahvoli intayin echinishli bir ahvol bo'lsa-mu, Spratkamni o'ylasam, men doim bir xil kulaman. Kulimsirayman. Kulimsirayman demakchi. Yoki ichimda bir xil kulib ketman, uningki shu 5 yil, 10 yil burun degan ba'zi qiziqarli gaplarni o'ylab, bir xil kulib ketman ichimda. Ajna bir kuchi bor bu odamda. Ajna bir kuchi bor. Davomli bir xil ichinib turaman, davomli bir xil qayg'urib turaman, ansirab turaman, ammo davomli bir xil bir tabassum bilan aslayman bu kishini. Chunki uning bilan bir so'rinda bo'lsangiz, siz bir xil rasmiy bir xil kulishdan to'xtamaysiz, ham zerikmaysiz. U tarafi balkim ba'zi o'qirmanlari bilmaydigan bir taraf bo'lishi mumkin. Endi o'lib-o'lish san'atida farq bor, ammo hikoyalarda jiqroq odamni kuldiradigan narsalar. Ammo parang jarayonida taxmo ko'p. Shunga uni bilan unday yuzturani ko'rishmagan o'qirmanlar balkim Spratkamninki bu tarafini ancha bilmasligi mumkin. Taqa ba'zi odamlar endi eng donliq asri o'lib-o'lish san'ati bo'lgandan keyin jiq odam uni bir xil tushkun odam deb faraz qilishi mumkin. Dal aksicha. U bak xushchaqchaq gap maskanaydi. Ammo bak chaqchaqni bak yaxshi ko'radigan, kulishni yaxshi ko'radigan, xalqni kuldirishni yaxshi ko'radigan, ham parangishish, do'stlar bilan una bir narsa ishga paranglashni bak yaxshi ko'radigan bir odam bu. Hayotni so'yadigan bir odam. Men mesela o'ylayman, chunki tushkunlikni, hayotning qorong'u tarafini yoza olgan odam, u cho'qim tushkun unda emas. U aslında qo'rqmag'ashqa, aslında abay dinimda qo'rqmay yuzini alaydi-da. Uni olsa ishonchi bo'ldi, men buni mag'lub qila olayman. Men g'alaba qilaman bu qorong'ulikqa qaraganda deb. Shunga qo'rqmay yezib, men o'zimni kamchiliklarni abaysizlik degandek, men hikoyamni qat'iy yushirib turmadim. Voy men shunday yaxshi, u ayol qarab bolsin. Men unda emas. Chunki men oddiy bir odam. Men shaxsiyatchi.
Ben neymiş konda kılışım gerek. Fakat cemiyetinin ahlakı üçünlanma. Şunu aşı konuda oynaganlam yazdım. Gerçi nayetlik nemi uçurgan bolsam mı? Question bolgan bolsun mu? Meyli depçi. Şunu cıklarsa dep ketdi. Bu kızın hikayeleri şunda. Onun aldı bana hikayeleri var. Bu kızın tili şunda tatlıq, bu kız şunda yıkımlık değil. Ben bundaq yazdı dep oylamaptım özde. Şu deyman qo'yib. Agar reallik bu kunlar beshig'i kelmasin, balkim ashnaq yo'lni tanlab qilishim mumkin. Unda da. Siz şiir mi yazamsınız ya hikayeler? Hikayeler mi yazdım ben? Belki şiir mi yazışınız mümkün ki? Şiir yana nima misal acizim deb o'yladim. Qalamimchi. Chunki she'r abay deganimda qisqa qurlar bilan jihmanni ifodalaysa emasmi? Men hikoya yozgandan keyin 4-5 kun gap qilib anki maqsadimni bildirsam bo'ldi. Ammo she'rni men u imkoniyat bo'lmagandan keyin men nayt kuchlik nimalarni bilishim kerak. Shunga taqiy u darajaga bordim deb o'yladim, ammo o'zim she'riyatni rostlam yaxshi ko'rib qoldim. Onze ikimiz o'xshayotganmiz. Men she'r yozmayman, men lekin bak tarjima qilishni bak yaxshi ko'raman. Ahmad shu o'qishni yaxshi ko'raman, tarjima qilishni yaxshi ko'raman, ammo o'zim yozmayman. Sizmi davomli diplomatiya qilib, diplomatiyangiz hozir shu davom chiqadi. Davomli bo'lib ketdi sizning diplomatiyangiz, ammo sizmi yozmaysiz. Shu ikkimiz bir xil she'rninki o'pcho'risdagi odamlar hisobda. Neyimiz ba'zan narsalar siz shunday yaxshi ko'rsiz, ammo o'zingizning u ishni qilolmaydiganligini e'tirof qilishingiz kerak. Albatta. Hem qilmayman, hem qilishni ancha qilmayman. To'g'ri, yuksak bir yer qo'yib qo'ydim. Voy men bak yaxshi ko'radim, bu ishni qilsam bo'ldi deb, zo'r qilib uni tugashtirgim yo'qda. U ashada tursin. Shu kunda muzik olmayman, lekin o'zim bir narsa qilmayman. U ashada tursin debchi. Men uni bir xil qijraqdan ko'rib bir xil o'zimni ayda. Shunday bir olatda. To'g'ri deysiz. Anondan keyin yana muajirat şairlerimizden Ahmetcan Osman'ın şiirlerini jiq tarjim qilsiz. Ana Tayran akimizninkini bu. Albatta. Bu şiirlar o'rtaqliq, bu şiirlar Uyg'ur klassik şiirlarininki ramkasidan chiqatgan. Albatta. Bu aparatursungu ma'lumki g'arb nemisninki yozuvchiligininki alayidligini eng yaxshi Uyg'ur bilan jariy qiladigan nima yozuvchimiz. Amma Ahmetcan Osman bilan Tayir akimizningki she'rlarimi butunlay uromkidan chiqdi. Bir xil yangicha bir xil ruh bilan hozirgi amaliyotimizni kuzatib yozilgan deb o'ylayman. Albatta, shunday bo'lsa, ammo klassik she'riyatning ta'siriga uchragan deb o'ylayman. Albatta, o'zlaridan so'rasangiz hamda yaxshiroq javob bera oladi, hamda ularni ziyorat qilsangiz yaxshi bo'ladi. Shu, ammo klassik she'riyat menimcha hech qanday shoir hamda o'zi qo'llangan tilninki boshqa hamda burunqi klassik shoirlarning ta'siridan undaq 100% xoli bo'lmaydi. Albatta ta'sirga uchraydi. Hatto ularga jang e'lon qilish uchun bo'lsa-mu, ta'sirga uchraydi. Shunami? Buni yaxshi tushunish kerak-da, jang e'lon qilish uchun. Shunga biz deymiz, buni yaxshi mukammallashtirdi desak to'g'ri bo'ldi-ku. Yangi omillarni qo'shib uni yana bir baldaq yuqur ko'tardi deb abay deganimdek o'zgarmay siz taraqqiy qilmay endi yashayolmaymiz-da. Men bu fikringizga men to'liq qo'shila olmayman. Nima qilsangiz yana bir baldaq taraqqiy qilish degan gap, u bir xil she'riyatni bir xil texnika yoki fanga o'xshatgan bir gap amaliyotda. Chunki texnika davomli taraqqiy qildi, fan davomli taraqqiy qildi, ammo she'riyat o'xshamaydi. San'at o'xshamaydi. Men hargiz hozir qalam tavritayotgan shoirlarni 500 yil yoki hatto 2000 yil burungi shoirlardan ustun deb qaramayman. Meningcha, masalan, 2000 yil burun Catullus degan, endi men latin tilini bilmayman, lekin balki mana shunday rahbar o'qilishi mumkin. Ismi Catullus degan bir shoir bo'lgan Rim imperiyasida. Uning she'rlarini ko'rsangiz, tunugun yozilgandek tuyuladi sizga. Rasmiy modernizm uslubisiga shundoq o'xshaydigan bir she'rlar bor. Masalan, bir she'r bor, to'liq yodimda yo'q, lekin bir necha misralar, endi Xo'jakamning ba'zi she'rlariga o'xshash. Balki o'sha to'liq she'r bo'lishi mumkin taqa. Bundaroq. Söyümen hem öş görmen. Sebebini uqmayman. Ama bek azablanıman. Degan bir she'r bor. Taxminan ashundaroq
Hem de hazır hem de yadlab bergenden keyin belki to'liq tercüme qilmagan bo'lishi mumkin, lekin andaroq bir mazmunda hem de bir xilliqi bakiliqi masalan sizga bir shoir tunugun yozdi desam ishonasiz, chunki u bir modernizm uslubiga bak o'xshaydi. Shu herkes she'riyat taraqqiy qildi deb qaramayman. Ya taraqqiy qildi ya chekinadi degan gaplarga qo'shilmayman, chunki u maskamaydi, ammo yengillik yoritiladi. Burun Uyg'ur she'riyatida bir Tayramut izgil yo'qdi, bir Ahmadjon Osmon yo'qdi, bir Atosun yo'qdi. Ammo burunqi shoirlarning asarlari qimmatli. Burunqi shoirlarning asarlari herkes ularnikidan to'van emas. Faqat shu o'xshamaydi. Ham hozir yengillik yoritilib, hamda ham u mavjud, ham bu mavjud. Bu men shaxsan iqimvozlik qilmayman. Men faqat shu gonga she'r yaxshi ko'raman yo faqat klassik she'r yaxshi ko'raman demayman. Ma'nosdan bir she'r menga yorisa, bir she'r menga ta'sir qilsa, yoki menda bir hissiyot qo'zg'asa, men uchun bu bir yaxshi she'r. Masalan, men antik bakrak gonga she'rlar modernizm uslubida yozilgan she'rlarni bakrak ko'rayotganman qarasam. U tabiiy bir yaxshi ko'rish bor menda o she'rlarga nisbatan bir mayillik bor. Ammo men atalmış klassik uslubida yozilgan she'rlarni juda ko'p ko'raman. Ondan masalan yaqinda yozilayotgan she'rlarning ichidami men ba'zi gongadan nihoyat yiroq, faqat gonga emas, nihoyat nima deymiz, bir xilliqi klassik deb qaralgan uslubda yozilgan she'rlarni yaxshi ko'raman. Masalan yaqinda birisi men a'zo bo'lgan bir to'pqa Mehmetjon Rashidovning bir she'rini chiqaribdi. Ko'rib shunda yaxshi ko'rdim. Gonga shoirlardan so'rasangiz Mehmetjon Rashidov bir chiqib gonga shoirlardan Mehmetjon Rashidovning yaxshi bir gapini anglamaysiz. Mümkün emas. O bütünlə qarşı bir uslub. Amma onu pek yaxşı ta'sir qildi men. Pek yaxşı ko'rdim. Şunu tərcümə qildim. Topda dediniz, shunday yaxshi ko'rdim. Buni country nimizga style sas voqidagi musiqa. Shu pek yaxshi ko'rdim. To'g'ri. Pek yaxshi ko'rdim. Muhammadjon Rashidovning she'rlari realistik. Hamda hozir turmushimizga ijtimoiy hodisalar bevosita nima qildi. Men hissiyotga qaraganda voqealar asosli qilib tasirlanadi deb o'ylayman. Menmo onamga xat deb bir she'rni deklamasiya qilgandim. Qilib uni bir heytning oldida bir taqibmanda. Taqasam bu she'r aylanib undidarlarda aylanib birisi opamga avatibdi. Avatibdiki, shundan opam o'shmish yig'lab, bu she'rni bir anglab beqing debchi. Endi ular hozir vatanda jihlarning bolalari chetaldida urug' tuqqanlar degandek. Şundan avatibdi. Bu she'rda shunday bir jiroq turib, shu onamga ish qilib beramadim degandek bir mazmun edi. Shun qisam keyin opam boshlar dedi, she'ringiz mushtaq qilib aylanib mening qo'lim kelib qoldi. Shu bu mening qizim desam, haqla ishonmadi debchi. Meni siz degandek bir she'r o'qib baxmagan hech kim meni bu she'rni o'qiydi deb o'ylamaydi-da. Shunga ashtaq u she'r mana shunday qilqi, sevginishni shunday yaxshi ifodalabdi-ki. Nihoyat turmushki gaplar, masalan, bir choy damlasam, tomoq qasam, sen esim kelding degandeklar. Lekin yiliqi hissiyot shu bir oddiy odamning ota-ona bo'lgan sevginish. Masalan, bu biz hozirda sharoitimni necha bo'ldiğini ko'ramdik. Aslında shunday yaxshi ifodalabdi-ki, shunlar u she'rni boshqa taqilib opamning qo'liga berib qopdi-ki. Demak, bak realistik o'g'ashqa. Gerçi yıllar bilan yozilgan bo'lsa-mu, hozirgi sharoitimizga shunday tushdi-da, nima vatandan, ota-onadan, qarindoshdan ayrilib turayotgan vaqtimizda. Doğru deysiz. Lekin menimcha Mehmetjon Rashidovning she'rlari masalan yaxshi tarjima qilinsa, boshqa madaniyatlardagi, boshqa davlatlardagi odamlarni ko'rib ta'sirlanadi. Menimcha bo'lganda. Chunki vaqalikmi bor, ammo hissiyotmi kuchli uning she'rlarida, bak kuchli. Anki shu ilqnati tabiiy hissiyot, masalan, hamma millatda bo'ldi bu hissiyot. Alayda bir xaslik emas. Nahayatliq shu mahazlar go and paper deydi, o'sha attigini qopsan, ashaysa, yu tirishing kerak degandeklar bir gap, lekin bu hammamizda bo'lg'achqa bir xil o'rtaqlik hosil qila oladi-da. Shu ham hozirgi masalamiz shu asarlarni yaxshi tarjima qilgan odamlar rost kamchil. Lekin balki keyinroq bo'lishi mumkin. Ammo boshqa tillardan Uyg'ur tiliga tarjima qilayotgan nurg'un odam bor, ham bak yaxshi qildi.
Uyghur əsərlərini məsələn başqa tillərə tərcümə qılıb, əmdi ikinci avlod Uyğurlardan çıqıraq ümid kütüvatımız var, əmdi bular məşədə çoğ oldu. Çünki noqul tərcümanlıq oxşaş tərcümə qılsanız olmaydı. Asas mənanı elib qılıb, əslidəki tildəki bari nərsələrini müşu keyin tərcümə qılğan tildəki ən yaxşı ifadələrlə ifadəlab verə alsınız bo'lishi kerak. Bununğa menimcha ikinci avlod muhacirətdəki Uyğur balalarımız bəlkə texim yaxşı jariy qıldırıb ketadi deb o'ylayman. Anondan keyin bo'lsa Uyğur ədəbiyyatını bevosita boshqa tillarda yoza olsak, men o ingliz yozishga tirishib boqqandim, lekin sal tasga menga. Shundadimi bir sinab boqaman deb o'yladim. Masalan, hozirgi zamon ədəbiyyatını-chu, hozirgi turmushimizni bevosita inglizcha yoki fransuzcha degandek tillarda yozib boqsak, albatta turkcha yozayotganlar bor. Menimcha shu siz degandek ko'proq tarjimonlar yetishib chiqishi mumkin uzoq o'tmay. Boshqa davlatlarda cho'ng bo'lgan yoki tug'ilgan Uyg'urlar shu ona tildagi asarlarni cho'ng bo'lgan davlatningki tiliga tarjima qilib, shunday bir tarjima asarlar jiqroq chiqishi mumkin. Keyin ham hammamiz tilakda shunga nihoyat yaxshi bo'ladi. Tarjima qilishga tegishli asarlar nihoyat ko'p. Men shu davomli tarjima qilyapman o'zim, ammo men hatta bütün vaqtimni tarjimonlikqa beg'ishlagan taqdirda men o'zim yaxshi ko'rgan she'rlarni men tarjima qilib bo'lib chiqamaydim, chunki bakjaq miqdorini cho'ng hamma davomli yozilyapti. Shunga taqimi cho'ng bir tarjimon turkuminingki shakllanishini bak orzu qilaman. Fransuzcha gaplarni aytishga endi birga sizning vaqtingizni olmay dedim. Amsa yana bir qitim ziyoratimni qabul qilganingizga rahmat. Anondan keyin shu Uyg'ur til tadqiqotiga, she'riyatimizga qo'shayotgan to'hfangiz eng muhimi u xizmatku shu o'zingizning ishingizdan berilayotgan shu muhabbatingiz uchun sizga rahmat aytish kerak deb o'ylayman. Bu ishlaringiz biz uchun sarf qilgan ajrlaringiz cho'qim tariximizga yozilg'isi. Bundan keyin ishlaringizga muvaffaqiyatlik, chiqayotgan kitobingizga utuq tilayman. To'rt ko'z bilan u asringizni o'qishni kutaman. Bo'ldi. Ham nihoyat xush bo'ldim ham deb bizning suhbatlarimizdan. Bu programmanningki chiqqani o'zi nihoyat ahamiyatli bir ish. Va xush bo'ldim ham deb bu programmanningki ishlanayotganligini deb berganda shunday xush bo'lgandim. Hozir ham 3-4 son bo'lib ketdi-ku. Shu ko'rib hammamiz xush bo'lyapmiz. Shu sizning ajringizga rahmat. Siz nihoyat ko'p vaqt sarf qilib nihoyat qimmatli ishlar qilyapsiz. Ham bundan keyin shunday bir natijalar, shunday bir emgaklaringizni davomli ko'ramiz cho'qim. Ham hammamiz shu siz degandek shu to'rt ko'z bilan kutyapmiz hamda. Rahmat.